Assalomu alaykum kanalimizning ashaddiy obunachilari, chorva qo'y ishqibozlari akalar, bugun hafta kunimizga chorshanba 4-iyun 2025-yil syomkalarimiz Namangan viloyati, Namangan tumani o'sha arzonchilar, optimchilar qishlog'i, Tepaqo'rg'on qishlog'idan olib boryapti. Xudo xolasa sizlarga qo'ldan kelgancha chiroyli qilib yordam berishga harakat qilamiz. Videoni oxiriga ko'rib turinglar. Sifatligini, tozasini arzon olaman desalar kanalga obuna bo'lib qo'yaveringlar. Xudo xolasa bizda har doim bo'ladi. Qo'y qilib olaman degan ko'kalarimizga, hoji bolamizga o'ta go'zallaridan, tiklaridan, so'rtavoylaridan, o'ta chiroylilaridan kelibdi urg'ochini. Xo'p, bugun o'sha arzonchi, optimchi Nurullohni qo'rolari kelganmiz. Assalomu alaykum Nazirjon aka, keling. So'msiz? Obunachilar yaxshimisizlar? Sog'lar yaxshimi? Kelib oldingizmi aka? Qo'ylab kelib oldingizmi? Qo'ydi. Nech partiya xudo xolasa bugunga? 5-4 partiya chiqaramiz. 5-4 partiya. Mana shunaqa sifatlimi? Boshidagi. Videoni oxirigacha ko'rishsa, 2 million 200 mingdan ham toza arashangdan chiqarib beraman. Gap yo'q. Xo'p, hurmatli obunachilar, oxiriga ko'rib turinglar. Xudo xolasa partiyalar ko'p ekan, hammaga yetadigan yerda. Ona bolalar ham bor ekan mana. Fonni razrez ko'ryapsizlar. Javdari qo'yga solishtirib bo'lmaydi, qo'yiladi. Ko'z ko'rgan odam sira tushunadi. Bir qach yuni bilan turgan yo'q, chiroyli qilib olib qo'yishibdi. Quloq boshlarini qaranglar. Haqiqiy uzun, haqiqiy hamma tomoni kelgan variantida mana. Oyoq qo'llari ham baquvvat jonivor. Necha oylik endi bular Nurulloh? Bular endi biz ham tug'ilganda tepasida olmaganmiz. 6 oylik piliska beraveramiz aholi. 6 oy piliska berilaveradi. Mana ya'ni uzoqroqdan ham ko'ringlar obunachilar. Qo'ylarda charchov bor. Qachon yetib keldi? Qo'ylar kecha keldi. Kecha kelibdi. Bu kamida bir haftada chiqar charchov. Mo'q qaranglar. Mo'q qaranglar. Obunachilar. Hammaga mana shunaqa qo'ylar boqish nasib qilsin, ko'paytirib yurish. Inshaalloh mo'q qaranglar. O'ta go'zallaridan kelib haqiqiy. Xo'p, Nurulloh partiyalarimiz ko'p ekan, ko'p cho'zmaymiz. Yeb ichishlari qanaqa bo'ladi? Bir haftaga bo'ladi. Bemalol, uyga borgandan keyin yedirib, ichirib, pulni keyin sanab berish, behijolat. Agar ko'z bilan kelib ko'p ekanda qo'ylaringiz, ko'z bilan kelib ko'rishamansa, lokatsiya berib yuborasiz. Dastlabki lokatsiya hamma yo'q bor. Telefonda kelib obunachilar bemalol ko'z bilan kelib ko'raman desalar ham sifatli, haqiqiy zo'ridan olaman desalar ham qaranglar. Buni narxidan ham sifatidan ham hech qayerdan yo'ladan yerda yo'q. Quloqlar qaranglar, jonivorlar. O'ta tiniqlari, haqiqiy. Tavsiya qilaman mana shunaqalardan boqishni. Haqiqiy. Turgan puldan foyda yo'q. Olib tashlang, o'zidan ko'paytirib soat singari tez ketadi jonivorlar. Chunki yosh narsalar, sorti bor, zoti bor narsalar mana. Uzun oyoq qo'llari baquvvat. Hop. Nech puldan berib yuboramiz Nurulloh bularni? Soni nechta o'zi bu yerda? Nozirjon aka, soni 12 bosh. 12 bosh. Hammasi urg'ochi. Hammasi urg'ochi. Narxi qilaymi aka narxini? Narxini o'zingiz har doimgidek-da. 2 million emas, 2 million 900 dan. 2 million 900 ming so'mdan. Bo'laveradimi aka? Qayerga dastlabki xizmatlarni qilib berasiz? 2 million 900 ming qilib beraman. Non yog'i. Non yog'i kelishamiz. Samarqanddan bagi yana 50 ming o'tib beraman. Yana 50 ming so'mdan. O'zimizga shayga so'rasachi, vodiyga. O'zimizga so'rasa 2 million 8 ming optimga beraman. Ketaveradi. 2 million 800 ming so'mdan. so'mdan. Qilib beraman 2 million 900 mingdan. Gap yo'q. Ash narxi ichida Samarqandgacha hamma yoqqa dastlabkamiz bor, narx ko'tarilib ketib qolyapti. 50 ming so'm qo'shilib qoladi. To'g'ri. Ammo dastlabki qilib beraveramiz. Ha, obunachilar chunki uzoqroqqa, masalan, dastlabki qilib berishadi, prosta dastlabki xizmatlari qimmatligi uchun bular ham ko'p qo'yishmaydi, qoplamay qoladi. Chunki lekin kelishilgan holda mayli sizlarga xudo xolasa yetkazib berishadi ilojini boricha. Ishqibozlar bo'lsa aloqa chiqarasizlar. O'zimizga vodiy ichiga 2 million 800 ming so'mdan Nurulloh beraverasiz. 2 million 800 ni yetkazib beraman. Bundan ikkita, 3ta olishaman desachi Nurulloh? Ikkita olishaman deysa, qo'shilib qoladi-da aka. Yo'q, beraverasizmi, sotaverasizmi uka? Chunki hammani masalan puli yetganicha-da kimdir mana shunaqa sifatligidan ishqiboz bo'lgan bo'lsa, shunga pullar yetsa endi buni hammasi sotilar ekan bir joyga deb o'ylashlari mumkin-da. Shunga aytib qo'yapman. Hop, obunachilar bitta bo'lsa ham, ikkita bo'lsa ham. Hop, buni o'zlari kelib olib ketishaman, bitta, ikkitaga hammasini o'zim mashinam bor deysachi, Nurulloh, uni ustiga qanday kelishamiz? Yana o'tib beraman. O'tib beradigan yerda bor, gap yo'q. Obunachilar Liboy tomonga kelishilaveradi, xudo xolasa
qo'ylar Namanganda Tepaqo'rg'onda turibdi, o'sha arzonchilar, optonchilarda ishqibozlar bo'lsa, tirs aloqaga chiqaverasizlar mana. Tirs deb like ham bosib qo'yinglar. Shu issiqda endi biz qo'ldan kelgancha sizlarga yordam berishga harakat qilamiz. Salqinda turib bitta like bosib qo'yinglar. Shunday qo'ysalar bo'ldi. Tars deb. Hop. Haqiqiy, mana qaranglar, dorilardan bo'ldi. Hop, keng partiyalarimizga o'tamiz. Ishqibozlar sirazi aloqaga chiqaverasizlar obunachilar. Turgan puldan foyda olib tashlang, boqing, o'zidan ko'paytirib yuradigan yer. Qo'ying bormi deganda, bor mana bundaqalardan deydi, ha? Variantlar. Hop, hurmatli obunachilar, menga tayyor qo'chqorim bilan bo'lsin, bir qo'ro degan aka-uka hoji bolarimizga o'ta go'zallardan ekan. Mana qaranglar. Tonni razrez mana eng o'sha zo'rlarini gullarni ham olishmasdan mana bu qaranglar haqiqiy tanav variantidan qo'y qilib olaman degan odamga o'ta go'zalidan ekan. Hop, Nurlo bular yeb ichishlar yaxshi, Yeb ichish zo'r bular. Xudo xolasa. Yeb ichishlari yaxshi, mana qaranglar. Haqiqiy so'rtavoyidan, oq yuzlaridan, tanag'idan ko'paytiraman degan quloqlarni qaranglar, yuzlarini. Bir dona qo'chqori ham bor ekan ichida. Mana haqiqiy ko'paytirib yuraman deganga qanaqa bor. Hop, Nurlo, yeb ichishlar yaxshi dedingiz-a? Necha oylik endi bular? Bular sog'liqli har bir 7 oylik, 8 oylik o'tib qolgan. 7-8 oylik atrofida. Harra qo'ziga solishtirishmadi mana katta qo'y. Gap yo'q. Bu qaranglar. Haqiqiy go'zalligi ham o'ta go'zal. 9 oylik. Tavsiya qiladigan variantidan sizlarga obunachilar. Turgan puldan foyda yo'q. Olib tashlang, mana bundaqani boqing. Ko'paytiring. Hop, nech puldan berib beramiz? Nurlo bo'ladiganni oting buni. Bo'ladigan. Bu qaranglar, dumbalar tullagan ko'ryapsizlar. Zoti bor narsa-da. Endi buni javdari qo'ylarga solishtirib bo'lmaydi obunachilar. Buni hamma tushunadi. Boqmagan odam ham tushunadi qo'ydi qanaqaligini ko'rib. Mana ko'z bilan kelib ko'ramaysizlar ham bemalol. Lakasa berib yuborishaveradi. Xotirjam. Hop, nech puldan berib beramiz bulardan? Nurlo, narxini ayting. Bular optimiga aytaymi? Optimiga ayting. Qo'chqori ham ichida ketsin-chi. 3,5 dan. 3,5 million so'mdan. Optimiga 3,5 dan. Dastlabki xizmatlari. Xizmatlari Qayerga o'qib berasiz 3,5 3,5 dan haqida Toshkentgacha qilib beradi. Toshkentga o'qib beraverasiz. Boshqa joyga ham bor, 100 mingdan qo'shilib qoladi. Qo'shilib kelishilgan holda. Kelishilgan holda. Endi mana o'zimiz vodiyga so'rab qolishsa-chi. 100 ming o'tib beraman. O'tib beradan yerda bor-a? Nimaga o'zimizda mashina bor, shunga beraveramiz. 3 million 400 ming so'mdan. 100 ming optimiga. Gap yo'q. Appilovga deysiz, olib boraman. Obunachilar zo'rini boqaman deganlarga mana 3 million 400 ming so'mdan. Mana qaranglar. Bu odamning qo'liga tushsa, bilasizlar qanchalik. 600 dollar chiqarishyapti. Narxini o'ta baland qilib. Mana bundaqalardan mana chunki buni ajratib qo'yganlar sabab buni otalarni, inalarni cho'ponda ko'rishdi. Ha, ko'rishib olishgan. Chunki ishonchli 100% narsa ekanda. Endi uni bo'ybastlarni ko'rishgan. Mana ishqibozlar bo'lsa, mo'g'a qo'chqor ham o'zi tulaydigan variantidan. Tulayapti, keyin o'zi. Mana shunaqa tulaydigan deydi. Gap yo'q. O'ta samjon. Obunachilar, mana quloqlarni qaranglar, butun sovliqlarni qulog'i, uzunligini qaranglar. Quloqni uzunligini, haqiqiy keng quloq, uzun quloq variantida. Hop, ishqibozlar bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Obunachilar haqiqiy go'zal variantidan bo'ldi. Qo'chqorni o'zi balandroq Nozirjon aka ham. Qo'chqorimi? Ha, qo'chqori endi buni olgan odam hammasini oladi. Ana ular endi sotaverasiz lekin farqi yo'q-ku. Gap yo'q. Narxga kelishamiz. Qizig'i yo'q. Obunachilar bittasidan, ikkitasidan, nechta bo'lsa, omli hammasini olib qo'ygan odam yutadi qo'ydi. Hop, keng partiyalarimiz o'tamiz, hal partiyalar ko'p ekan, kuzattiringlar. Obunachilar yana zorudan, sifatligidan so'raganlarga mana qaranglar, toza simjullardan, ayri dumbalardan, oq dumbalardan mana qaranglar. Haqiqiy qo'y qilib olaman degan aka-uka hoji bolamizga o'ta yarki variantlari, so'rtovoyi o'ta chiroyli. Hop, buni Nurlo, bular urg'ochimi? Uchovi ham urg'och, ha? Sifat qaranglar, obunachilar. Mana qaranglar. Necha oylik atrofida bular? Nurlo? Hisobda 5 oylikda. 5 oylik, ha? 4,5 oy, 5 oylik atrofida mana. 4 oy 5 oylik olib. Zo'ridan simjunidan ko'paytiraman deganlarga mana tangilab o'zini o'zi boqaveradi mana. Tom orqasi katta. O'sha bog'i bor aka-uka hoji bolaga tanav variant ertalab kechqurun bir piyolani kepab berib qog'oniga ko'klamga qo'yib yuborsa ham o'zini o'zi boqaveradi. Sohos sarin tez o'sadi. Ponni razrez ko'rib turibsizlar, umuman osilmaydigani
o'ta go'zaldan mana. Qulog'ini- Sovliqlar qaranglar, garbonus bor sovliqlarda mana. Qaranglar, haqiqiy Hammasida. sortovoydan. Zoti bor narsa. Hop, nech puldan berib beramiz bular? Yeb ichishlari yaxshi, Yeb Nurullo? zo'r ekan. Xudo xolasa. Hop, nech puldan berib beramiz? Bo'ladiganini ayting. 2 million 900 ming ketaveradi. Kamichi? Kamini qilib beraman. Qancha qilib berasiz kamini? 2 million 900 danga. 2 million 850 dan qilib beraman. Yozg'ana bo'ladi. 2 million 850 ming so'mdan. O'zim yaxshi pulga olgan bo'lsa, O'zimizga vodiyda so'rasachi vodiyga. 2 million 800 dan jo'natib dishda jo'natib beraman. Gap yo'q. Obunachilar 2 million 800 ming so'mdan qaranglar, sifatligini olib boqaman deganlarga qaranglar, sovliqda agar bonuslar bu normalni qo'ydi bolasi, normalni qo'chqor qo'shilgan. Mana. Oddiy O'zlarim bilinib turibdi mana. Quloqlarni ham ko'ryapsizlar. Mana yuzlaridan ham ajratib olsalaring bo'ladi. Obunachilar oyoq qo'llari ham baquvvat mana. Qo'mni mana. Orqa boshlari ham osilmagan variant. Hop, ishqibozlari bo'lsa, siraz aloqa ochib ko'rasizlar. Hurmatli obunachilar, turgan puldan foyda yo'q. Olib tashlang, ko'paytirib yuring. Obunachilar yana 3 dona mana junnoq qo'yilgan chiroyli qilib variantida mana. Ishqibozlar bo'lsa oyoq qo'llari uzun, mana so'rtavoydan, arzonrog'idan so'raganlarga mana urg'ochi bular ham Nurullo. Yeb ichishlari yaxshi, sinovdan o'tgan-a. Nech puldan berasiz bularni Nurullo? Mayda chidasi yo'q, to'g'risida. Bo'ladiganmi aytingchi? 2,5 milliondan ketdi. Necha oylik? Oyi. 5 oylik bular. Bular ham 5 oylik atrofida. 2,5 million so'mdan berasiz. 2,5 million so'mdan beraman. Yaqinroqqa so'rab qolsachi. Aslida xayrini qilib beraman. Qayrini qilib beradigan yerda bor-a? Ko'p mazama, ko'p so'rashma. Gap yo'q. Arzon. Obunachilar, ishqibozlar bo'lsa, men realni uzoqroqdan beryapman, chunki ko'z bilan ko'ryapman deb olasizlar qo'ydi. Buni olib olib sizlarga mayda yaqinlashsa beliga tarab qo'ysam, bunda qo'yib afsh katta ko'rinib qoladi. Sizlar keyin aldanib qolasizlar. Shuning uchun mana realni uzoqroqdan beryapman, bemalol ko'ringlar. Xudo xolasa qo'ylar sifati zo'r mana. Zo'r aka. Hangillab turing. Ishonchli bolalar bemalol aloqa ochib ko'radi. Hop, yana bartelarimiz bor, kuzatib turinglar. Xudo xolasa yoqqanlar bo'lsa, siraz aloqa ochib qo'yaveramiz. Obunachilar bitta qo'chqor, ikkita urg'ochi sifatligidan zo'ridan so'raganlarga qo'ylar qaranglar. Jonivor o'ta sifatli ekan. Haqiqiy simjun, toza oyog'ini tegadi simjun variantidan. Bu qaranglar, quloqlarini jonivorda. Bittasi qo'chqor a? Ha, mast qo'chqor. Bittasi qo'chqor, mana qaranglar. Necha oylik endi bular Nurullo? Bular 4 oylik, 3 oylik atrofida. 4 oylik, 3 oylik atrofida. Mana Uch oylik, qaranglar. uch oylik. Ishqibozlari bo'lsa, bari tirs aloqa ochib ko'raverasizlar mana. Toza simjun. Bunga ertalab kechqurun bir piyoladan kepadi berib, qog'ona ko'klam qo'yib yuboringlar. Soat sarin tez ketadigan variantlaridan mana. Qaranglar, sifatini Polni razrez ko'rib turibsizlar, orqa boshlar umuman osilmaydigan ko'paytirib mahnaqasidan havas qilganlar siraz aloqa ochib ko'raverasizlar. Hop, yeb ichishlari yaxshi, Nurullo. Uyga borgandan keyin yedirib, ichirib va keyin pulni sanab berishaveradi. Nech puldan berib beramiz endi bularni? Bularni ham oldiga ochdi. 7 millionga bo'lsa beraman, aytchi. 7 million so'mga. 3 ta qo'y. Bitta qo'chqor, 2 ta urg'ochi. Bitta qo'ydi pul o'zi asli. Yaqinroqqa so'rasachi Nurullo? O'tib beraman. O'tib beradigan yerda bormi? 7 million azda kami bor. Obunachilar sifatidan, zo'ridan, so'rtavoydan boqaman deganlar. Sirazi aloqa chiqaring. Sho'ylar o'ta toza mana. Ona bolangiz ham bormi Nurullo? Ona bolaga ishqibozlari, ona bola ham bor ekan, sifatligidan, zo'ridan bor ekan. Obunachilar ona bolani zo'ridan, tozasidan so'raganlarga mana qaranglar, ona bolani yirikligini, haqiqiy ishqibozlari bo'lsa, o'ta mana qaranglar, stoykalarni o'ta chiroyli ishlan, yuzlariga e'tibor beramiz, bolani ham qaranglar. Haqiqiy qo'chqorni udori qo'shib olingan ekan. Mana. Bolani ham zo'r boqibdi. Bolani ham zo'r beribdi, onasini etini ham ko'rib turibdilar, bolasini ham etini ham ko'rib turibdi. Ko'paytiraman deganlar o'ta mahnaqasidan ko'paytiringlar. Mana. Har tomonlama o'ylab qo'ygan yerda. Mana. Onasi ham o'ta gigant. Oyoq qo'llarni baquvvatligini ko'ryapsizlar. Mana ishqibozlar. Nechinchi bolasi Nurullo? 3-chi bolasi. Ko'paytirib yuradiganlarga zo'r variant ekan mana. Tozasidan ko'p. Siraz qo'chqorni yaxshisini yana qo'shib qo'yaverasizlar onasiga mana. Hop. Bolasi necha oylik atrofida Nurullo buni? 4 oylik, 5 oylik. 4 oylik, 5 oylik atrofida. Sutga haqiqiy to'ygan variant mana. Bo'kib qolgan. Oq yuzidan o'ta go'zal. Nech pulga berib beramiz? Yeb ichish yaxshi. Stoykan qaranglar obunachilar, stoykani. Buni oxirigacha tomosha qilib bonus bo'ladi bu. Gap yo'q.
like chatga tars bosib qo'yinglar obunachilar. Hop. Qanchaga berib beraman deyapsiz? 7 million 600 bo'laveradi. 7 million 600 ming so'm. Xayri bormi? Nurullo? 7,5 ga beraman. 7,5 million so'mga berasiz, a? Kami bor, telefon qilsa o'tib beraman. Qancha o'tib berasiz? Aslo o'tib beraman. Telefon qilib. O'tib beradigan yerda bor. Ha, telefon qilsa. Gap yo'q. Ishqibozlari bo'lsa mana bunaqalariga sraz aloqa ochib ko'rasizlar obunachilar. Xo'p, videolarimizda xato kamchiliklar bo'lsa oldindan uzr. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Hammalarning chorvalaringga Alloh baraka bersin. Mana shunaqa sifatli qo'ylar hammani uyda 1 qo'ra, 2 qo'ra, 3 qo'radan bo'lib ketaversin. Xo'p, bizni kuzatishda davom etinglar. Biz sizlarga chiqarishda davom etamiz.